بسم الله الرحمن الرحيم. القانون الجنائي في ذلك العصر. أنا وش عصر دي جنائي قانونchilik. وكان القانون الجنائي في ذلك العصر يوجب أن يحمل المحكوم عليه بالشنق صليبه الذي يصلب عليه. O'sha asrdagi, o'sha davrdagi jinoiy qonunchilik osilishlikka hukm qilingan kishini osiladigan xochini ko'tarib borishlikka majbur qilar edi. Ya'ni ularning qonunida shunaqaki, kimki agar osilishlikka mahkum qilingan bo'lsa, o'sha osiladigan xochini osiladigan joyga o'zi ko'tarib borishligi kerak bo'ladi. Va kana al-mashnaqu ba'idan va kama hiya al-'adatu fil bilad al-mutamaddinati. Va mutamaddinatun degani shaharlashgan degani, mudundan olingan, Madinadan. Aytyaptiki, va osiladigan joy esa rivojlangan shaharlarda odat bo'lganidek uzoqda edi. Ya'ni odatda misol shahar ichida bo'lmaydi-yu, mana bunaqa osiladigan joylar. Balkim shahar tashqarisida uzoqda bo'lgan deyapti. Va kanal jamu hashidan yatasaqatu ba'duhu ala ba'd. Va jamoat esa, ya'ni insonlar ba'zisiga shunday ustma-ustun yiqilib tushib ketadigan bo'lib jamlangan edi. وكان رجال الشرطة وأكثرهم من الأجانب مأمورين موظفين. Va aytyaptiki, mana shu militsiyani kishilari, ya'ni mana shu mirshablari kishilari, holbuki ularning aksari begonalar bo'lgan, ular buyurilgan edi va vazifa berilgan edi ularga. La rag'bata lahum fi hadhihi al-qadiyati. Mana bu ishda ularning bir rag'bati yo'q edi. Va kana al-isroiliyun ashbahan 'indahum yaltabisu alayhim amruhum. Va isroilliklar esa mana bu begonalarning huzurida bir xil edi. Ashbahan degani shibhdan olingan bir xil edi. Mana bu begonalarga yahudiylarning ishi noaniq bo'lar edi, iltabasa shubhali bo'lar edi. Fala yumayyizuna baynahum, ularning o'rtasida ajrata olmas edi. Sha'nul ajanibi fi nazaril ajanibi. Begonalarning ishi begonalarga qarashdir. Va kana al-vaqtu masa'an qad madda zalamu riwaqahu. Va vaqt kechki payt edi. Va qorong'ulik esa o'zini tomini cho'zgan edi, ya'ni yopila boshlagan edi. Xuddiki nima deydi? Qorong'ulikni o'zini tomi bor yoki shifti bor. Rivoqun shift tom deganida, mana shu o'zini tomini yopgan edi, ya'ni sekin qorong'ulashib kelayotgan edi. وكان بعض اليهود والمتحمسين السفهاء من الشباب ينهالون على السيد المسيح ويتدافعون عليه يسبونه ويعيرونه ويريدون إيذاءه وإهانته. Yahudiylarning ba'zilari va yigitlardan, ya'ni ahmoq yigitlardan qiziqqonlarni ba'zilari Sayyidimiz Masih Iso alayhisalom oldiga nima anaqa tushishar edi. Inhala degani mana bunaqa nima deydi? Oqib tushishar edi degani. ويتدافعون عليه, va u kishini itarar edi. U yoqdan bu yoqdan hammasi itarishar edi. U kishini so'kishar edi. U kishini haqoratlar edi va u kishiga ozor berishlikni va xorlashlikni xohlashar edilar.